Hazrat Apoyson aytadilarki, ustozim doktor Abdulhayy bilan biz nimada turganimizda bu vokzalda turibdi, bir joyga ketishimiz kerak. Shu yerda Lohor shahriga podshoh ketyapti ekan. Karachidan Lohorga podshoh ketyapti. Poyezdda. Yani mustaqil bo'lmoqda o'sha. Poyezd ketyapti. O'shanda podshoh ham poyezdda yurar ekan. Alohida shohona poyezdda. Lohor uzoqlik o'rtasida bir 2000 kilometr bor edi. Shu ketib turgan poyezdga oxirgi bir chirib ketgan bir vagonni ham ulab qo'yibdi. Boshlanib poyezdiga. Chunki remont qilinadigan zavod Lohorda ekan. Endi alohida boshqa poyezd olmaydi. Buni ulab qo'ygan. Buni ko'rganlarga hammasiga kulgili ko'rinyapti haligi holat deydi. Chiroyli poyezd orqasida xunuk bir chirib ketgan bir poyezd turibdi deydi. Kulgili hamma kulib turadi dedi. Doktor Abdulay qarab turishga yig'ladi. Men hazrat nimaga yig'layapsiz? Menga gapiryapti debdi. Vagon, orqadagi vagon gapiryapti. Sen kulma deyapti, men ustimdan deyapti. Men o'zim iflos bo'lsam ham, yomon bo'lsam ham yo'lim yaxshi bilan bitta debdi. Yaxshi bilan yo'lim bitta debdi. U qachon oxiriga yetganda men ham o'shanda yetib boraman. Orqasidan qolib. Lekin shart shuki, men shu bilan bitta yo'lda bo'laman, o'zim qolmasam bo'ladi. Yana qachon iflos bilan yaxshi bilan bo'lib, qachon Xudoning oson emas. Masalan, bir odamni o'ldirib, bir yil aylanib bu videoda bir aylanib qadamda mavjud bo'lgan tek ma'lum bo'lgan qabul bo'lgan qabul bo'lganligi 10 ming dollar bir yil aylanib shu 10 ming dollarga bir oy yana 10 ming dollar qo'lga yetib qoldi. Endi bu 10 ming dollarni men alohida bir yil aylanish kerak deydi. 10 ming dollar bir yildan beri turibdi. Ikkinchi 10 ming dollar kerakdi buni kelishiga bu zakotni hisobini to'lashiga bir oy qolganda keldi. Xullas bu bir oy boshidan kechirib qoladi. Bu ish 12 oy mehnat qildi. Bir oydan keyin yaxshi oldiga qo'shilib vojib bo'ldi. Ya'ni yaxshi oldiga qo'shilib ham mas'ul bo'ldi. O'ziga hech qancha vaqt ketmadi. Men ham xabar hech qanday darrov pulingizga degan taqdir darrov pulingizni bosib bo'lmay darrov bering zakot degan. Qo'shilmasada sib o'tirmaz ishda turgan payt bir odam yo'lda harakat bo'lardi. Barlarda juda odam bo'lgan, eski odamlar bilan aytib qo'yadi. Menga aytyapti, nasihatlar, nasihat o'zimniki yo'q. Jonim bolam, sherigingizdagi, sizlarnizdagi sherigizdan hayratlik, kitobingiz deydigan odamni sherik qiling dedi. Dangasal, zardo'radan oldi deydi, sherik qilmaydi. Biz ham dangasal qilmayapmiz. Qachondir tarsaga solyapti. Mana u cho'ra deydi. Mana shu cho'ra kasofatni bilan bilib buni solaman, bizni biladi. Buni cho'rani ushlab qo'yadi. Yaxshi bo'lsa, ham biladi. Bu ishni tegizib aytyapsiz-da. Ha? Charchadim deb yo'ldan ham bo'ldi bizda.